energiya mavzusi pul mavzusi bilan judayam zich chambarchas bog'liq hisoblanadi. Nimaga? Chunki pul bu energiya degani. Pul bu energiya degani. Energiyani kamligini sababi bu energiya bitta joyda tiqilgan, fiksatsiya bo'lib qolgan, bloklangan. Xo'p, buni bir necha xil etajlari borda. Tana darajasida bunday odamni как nima sifatida, sxema sifatida oladigan bo'lsak, mana tana darajasida, oddiy fizический tana darajasida harakatsizlik bo'ladi. Kam harakat. Ya'ni bu ham fiksatsiya. Bir xil holatda qotdi degan odam. Ya'ni o'tirish holati, yotish holati cheklangan harakatlarni bajaryapti. U yugurmayapti, u o'tirmayapti, u turmayapti. Yaxshi tushyaptimi videoga? Kadrga sig'ayapmanmi? Zo'r. Xo'p. U yugurmayapti, u отжимание qilmayapti, sakramayapti. Bu har xil haligilar harakatlarni qilmayapti. Shuna hisobiga bunda energiya oqmaydi. Tana darajasida. Xo'p. Keyin energiya darajasida energiya darajasida bu har xil quvvatlarga to'lib bo'shamayapti. Как stakan deydigan bo'lsak, stakanga suv quyib ichasiz, u stakanga suv kelyapti, ketyapti. Mana shunaqa energiya, Xitoylarda energiya tsi deydi. Mana shu energiya tsiga to'lib va bo'shash jarayoni bo'lmayapti. Uni biz qayerdan bilsak bo'ladi? Buni biz diafragmadan bilsak bo'ladi. Diafragma agar zichlangan bo'lsa, mana shu holatdagi diafragmani holatiga to'g'ridan-to'g'ri bog'langan a'zolar, oshqozon, jigar, o't pufagi, oshqozon osti bezi, mana shu joylarda muammo bo'ladigan bo'lsa, demak unda energiya bloklangan hisoblanadi. Demak, chuqur nafas olish kerak, nafas mashqlarini bajarish kerak. Agar u mana masalan energiyani oladigan bo'lsak, Ibn Sinoda quvvat deydi. Quvvat 5 xil bo'ladi deyiladi. Uni haligi yurak dorilari kitobida qo'rquv quvvati bor, qo'rquv energiyasi bor, g'azab energiyasi bor, qayg'u energiyasi bor, quvonch energiyasi bor. Hamma hissiyot energiyasi bor. Yo'q, hissiyot emas, emotsiyani. Hissiyot chunki boshqa. Sezgi boshqa, hissiyot boshqa emasmi? Sezgi boshqa, hissiyot boshqa, emotsiya boshqa. Emotsiyani quvvat deydi Ibn Sinoda. Demak, energiya bu ikkinchi nimasi quvvat, emotsiya. Demak, emotsiya darajasida ketyapti-da hozir. Emotsiya energiyani anaqasi bu. Qamchilangan otdekda. Emotsiya energiyani ustiga minib olgan va otni qamchilaganda o'zini yo'nalishiga yuradi. Demak, buni umuman ajratib bo'lmaydi. Emotsiya chavandoz, energiya ot. Energiya ot. Mana shu. Demak, mana obrazni ko'rsatadigan bo'lsak, qo'rqdi, qotdi. Bo'ldi. Mana shu mushaklar, mana bu diafragmani noshkalari buyrakka bog'langan. Bo'ldi, qotdi, fiksatsiya bo'ldi. Qo'rqqandan keyin buyrak ishdan chiqadi. Yoki bo'lmasam g'azabda baqirdi, go'yoki chiqib ketdi g'azab, lekin mana bu joylarni ushlasa, pressda turibdi u hali. Demak, energiyani nima qildi u? Bitta holatga, g'azab holatiga bog'ladi, bo'ldi. Energiya bundan kirib chiqmaydi. G'azab holatida qotib qoldi. Erkin harakatlanmaydi. Quvonch nimaga nima? Quvonchda yengil his qilasiz-ku o'zingizni. Chunki quvonchni xursand bo'lib, uni to'liq amalga oshirib chiqarib tashlaysiz. Uni ichingizda saqlamaysiz.
quvonchni. Quvonch keldimi, sразу quvonasizda, tugaydi bo'ldi. 5-6 minutda, yarim soat, 1 soatda tugaydi. G'azabni oylab, yillab his qilib yurish mumkin. Qo'rquvni oylab, yillab his qilib yurishi mumkin odam. Ichida saqlaydi. Ya'ni u ham mana shu diafragmani fiksatsiya qiladi, ya'ni bir holatda saqlaydi. Shuning uchun nafas mashqlari обязательно qilish kerak. Energiyasini ko'paytiraman degan odamga. Pulini ko'paytiraman degan odam обязательно nafas mashqlari qilish kerak. Sog'lom bo'laman degan ham. Sog'lom bo'laman degan ham. Xo'p, energiya demak, bu energiyani diafragma ekan. Diafragma va nafas. Asosiysi nafas bo'ladi, diafragma ish deydi. Ishi nafas olishda diafragma. Nafas. Demak, nafas mashqlar, nafasingiz erkin bo'lsa, nafasingiz erkin bo'lmasa, demak siz quvvatni ma'lum bir emotsiyada fiksatsiya qildingiz. Ma'lum bir emotsiyaga biriktirdingiz va o'shanda saqlayapsiz. Erkin harakatlanish uchun. Yana bitta mashq bor. Kun davomida mana shu oshqozon, mana shu diafragmani bo'shashtirib yurish. Esingizga tushganda sразу bo'shashtirasiz. Sразу qo'yib yuborasiz. Qanday bo'ladi bo'shashtirish? Qo'lni mana bunaqa qilib yurasiz, yoki erkin yurishingiz mumkin. Xuddi shunga o'xshagan buni ham. Faqat biz buni mashq qilmaganimiz uchun bilmaymiz, tushunmaymiz. Buni maqsadini qachon bilamiz? Anaqa qilasiz, iroda qilasiz, mana shunga niyat qilasiz, mana shunga anaqa qilasiz, harakat qilasiz. Bu bitta nafas olish bilan bog'liq bo'ladi-da. Bo'shashtirish. Nafas mashqi ham bor, to'g'ri? Nafas mashqi bor. Kun davomida niyatni mana shu joyni bo'shashtirishga yo'naltirib yurish bor. Ertalabdan kechgacha. Niyatingiz, diqqatingizni. Mana shu diqqatingizni qaratasiz va bo'shashtirasiz. Xuddi mana bu mushtni bunday qilib yurish mumkin kun davomida yoki bo'shashtirib yurish mumkin. Xuddi shunga o'xshagan. Kun davomida mana shuni bo'shashtirib yursangiz, pul nimasi ochiladi, chakrasi. Nimaga? Chunki bu chakra 3-chakra manipura deyiladi. Mani degani pul. Chakra nuqtai nazaridan bu manipura. Manipura 3-chakra. Demak, mana shuni kun davomida bo'shashtirib yurish. Bu haligi orqali bo'ladi. Niyatni kuchi orqali bo'ladi. Lekin o'zi aslida oddiy, mana qo'lni musht qilib yurishingiz mumkin yoki bo'shashtirib yurishingiz mumkin. Xuddi shunga o'xshagan narsa. Lekin biz bunga o'rganmaganimiz hisobiga biz bu ichimizdagi bu harakatlarga diqqatni qaratmaganimiz hisobiga bunga anaqamiz yo'q, ko'rinmaydi bizga. Ongsiz ravishda bo'ladi buni qisilishi, bo'shashishi ongsiz ravishda bo'ladi. Xo'p, undan keyin nimaga bu nima bo'ldi degandan keyin mentalniy plan keladi, mental plan deganda bu yerda g'oyalar bo'ladi. G'oyalar va obrazlar bo'ladi. Demak, mental bu degani nima? Masalan, Turkiyaga borib mana bunaqa qilsangiz, odam sizni urib o'ldirib qo'yishi mumkin. Nimaga? Chunki ularda shunaqa qabul qilgan. Kimdir senga bunday qildimi, uni urib o'ldirishing kerak degan. Ja bo'lmasa sizni uradi. Ja bo'lmasa sizga baqiradi. Обязательно. Bo'ldi. U programma ong ostiga singan. Turkiyaga borganmisiz? Ha. Bunday qilganmisiz? Yo'q. Eshitganmisiz hech? Mana shunaqa qilib yurmang. Buni qilsangiz uradi yoki urib o'ldirishi mumkin ularni. Shunaqa qabul qilingan. Lekin bizga kelib bunday qilsa, xursand bo'ladi. Amerika bu joyga borsin, dunyoning boshqa bu davlatiga borsin. Mana bu zo'r degan, xursand bo'ladigan narsa. Lekin nimaga ularni ong ostiga singib qolgan? Mana bunaqa qilsa urishing kerak degan. Eng ja bo'lmagan baqirib berish kerak degan. Ko'rdingizmi? Baqirish, jahl qilish, programmalar ketyapti. U bir aytaylik 2-3 soatlik programma bitta mana shuni tagida yotibdi. Mana shuni mentalitet deydi. Mentalitet. Nafsi, ya'ni mana shunaqa qildimi, iloji bo'lsa o'ldirib tashlang. O'sha nimaga? Chunki bu haligi ekanda, bizani mana bu ko'rsatganimiz ularni mana bu ko'rsatgani ekan. Mana bu qilsa xafa bo'lmas ekan. Bizda mana bunga xafa bo'ladi. Bunda mana bunga xafa bo'ladi.
biza mana bunaqa qilsa u ketdi bizada u urishish kerak boshqa xafa bo'lasiz jab bo'lmaganda. Nimaga xafa bo'ldingiz? Bunday qildi. O'zi programma ketdi. G'oya mana bunaqa qilganingda xafa bo'lishing kerak, urishing kerak, o'ldirishing kerak degan g'oyani tagida g'azab yotibdi. Boyagi niyat yotibdi. G'oyalar yotibdi. Har xil energiyalarni qo'zg'atadi. U tinch yotgan odam ham qo'zg'alib qancha energiyalarni ishga tushirib yuborishi mumkin-da mana bu narsa. Demak, energiyani, tanani, va tana bo'lsa, tanadan tashqarisida anaqa bor, aura bor odamni. Mana shuni hammasini ishga tushirayotgan mana bu mental degan anaqa bor, tanamiz bor. Nozik tanalar deydi-yu, nafis tanalar. Mana shu mental tanada g'oya yotibdi. Mana shunaqa qildim, sen bo'ldi. G'azabingni ishga qo'sh, polni mushaklaringni qo'lga ol, ur degan g'oya yotibdi. Demak, mental ko'proq ta'sir qiladi bizga. Mental ko'proq ta'sir qiladi. Bu yerda mentalda g'oyalar yotadi. Mana g'oyalar bu yoqqa yozish kerak edi. Bu yoqqa g'oya. G'oya obraz deydi-ku. Obrazda nimasi nima edi o'zimiz tilda? Tasvirmi? Tasvir. Tasavvurmi? Tasavvurmi? Tasvir. Tasavvur. Tasvir deylik. Tasvir. Tasvirmi? Boshqacha nasl bo'lsa kerak. Tushuncha. Demak, g'oyalar almashmayaptimi? U O'zbekistonga kelib mana bunaqa qilaversa, u dabdalasi chiqadi. Nimaga? Chunki O'zbekistonda qabul qilingan, bunday qilsa xursand bo'lish kerak deb. Demak, u qachonki mana shu miyasidagi g'oyani o'zgartirsa, O'zbekistonga borganda bunday qilsa xursand bo'lish kerak degan fikrni qabul qilsa, bir g'oyani olib tashlab ikkinchi g'oyani qabul qilsa, demak uni nimasi, tanasi, psixoemotsional holati o'zgarmaydi mana bunaqa qilganda. Qanday desiz, o'zingiz? Tushunarli. Demak, postoyanno oqimda bo'lish kerak. Bitta narsaga bog'lanib qolmaslik kerak. Kam harakatlilikka bog'lanib qolmaslik kerak. Diafragma bilan nafas mashqlarini qilish kerak. Diafragma erkin bo'lishi kerak, bitta holatda saqlanmasligi kerak va g'oyalar va tasavvurlar o'zgarib turishi kerak. Tasavvurdagi anaqalar. Mana bu tasavvur, bu yaxshi degan anaqani o'zgartirib turish kerak. Shunda energiya erkin harakatlanadi. Endi biz hozir umumiy tilda aytdik, lekin konkretniy o'zimizga tegishli bo'ladigan, o'zimizga tegib ketadigan, o'zimizga aloqasi bor joylarga keladigan bo'lganda nima qilish kerak? Har kuni mashqlar qilish kerak. Diafragmani bo'shashtirib yurish kerak. Har kuni nafas mashqlarini qilish kerak va g'oyalarni taftish qilish kerak. Qaytadan ko'tarib, ularni ko'tarib chiqish kerak. Tushunarli. Xo'p, yana savollar bormi qandaydir tushunmagan joyda? Konkretniyroq. Xo'p, endi energiyani diafragmada joylashgan bo'ladi. Mental qayerda joylashadi shunda? Mental mana boshda, mana bu где-то mana shu joylarda. Individual, kimdadir o'ng tomonda ko'proq, kimdadir chap tarafda ko'proq. Где-то mana shu miyada emas. Miyada emas? Miyada emas. Bu alohida tana mana bu. Mana bu fizический, mana bu energetik, mana bu mental tanamiz. Bundan tashqarisida ong bor. Ong deb nomlanadi. Ong. Bu o'zgarmaydi. Ong bu o'zgarmas. Har doim masalan tug'ilganingizdan boshlab hozirgi kungacha ichingizdan bir xilsiz. Ichingizda. Yo, noto'g'rimi? Hozir masalan 20 yildan keyin ham mana shunaqa bo'lib turaverasiz, o'zgarmasdan. O'zgarmas qism bor odamning ichida. Mana bu energiyalar o'zgaradi, mana bu diafragma o'zgaradi, tana ham o'zgaradi, g'oyalar, tasavvurlar o'zgaradi, lekin o'zgarmas qism bor, o'zgarmas. Yo, uni o'zgarmas qismi tanamizning qaysidir joyi bilan bog'liq bo'lib turgan bo'ladi-da. Ruhiyatimiz bilan nimasi? Bu ruh degani, ong bu ruh degani. Ong osti nima bo'ladi shunda? Ong osti deganda bu mentalni anaqa qiladi buni. Tushuniladi.
Men aytayotgan ong bu anglash bilan bog'liq. Anglash. Ong anglaydi. Shuning uchun bu ong va ong osti degan oddiy ko'pchilikni tasavvuridagi tushunchalardan alohida bu. Lekin savollar beryapsizmi yo'qmi? Meni qiziljon qoldi. Mikrofoningiz o'chiqmi? Yo'q, yaxshi, yonibdi. Qizil-ku. Aloqasi tugadimi zaryad? O'zida tugayotish ekan. Mayli, hech narsa qilmas. Xo'p. O'zgarmas qism bu ruhda. Ruh. Toza ruh. Ong va ong osti degan bu mental problem, g'oyalar bular. Ong va ong osti g'oyalar. Siz polniy mana bu ong darajasiga, ruh darajasiga ko'tarilganingizda ong osti qolmaydi. Hammasi ong bo'ladi. Ya'ni mana bu ongga bog'liq emas bu narsa. Bu ong, bu ruh degani. Ruh tanani ichida bo'lmaydimi? Ichida ham, tashqarisida ham bunday o'rab turadi. Ichida ham bo'ladi, tashqarisida ham bo'ladi. Mana masalan meridianlar bor, tashqari yo'li bor, ichkari yo'li bor. Bog'langan. Xuddi shunga o'xshagan, u ichkarida ham, tashqarida ham, hamma joyda bo'ladi. Salom. Nasiba, qayerdasizlar? Bu yoqda o'tiringlar-da. O'zgarmas qism. Ong deganda bu ruhni nazarda tutiladi. Ong va ong osti degani mana mentalga tegishli. G'oyalar, tasavvurlar, fikrlar. Da. Agar mana masalan bitta g'oyani tagida juda katta energiya yotadi-da. Boya aytgandek, mana buni tagida qancha energiya yotibdi. Sig'amatsan. Mana masalan kelib erkakmassan desa, nima qilish kerak? Xafa bo'lish kerak. Nima deyapsan deyish kerak. U so'z bilan aniqlanmaydi-da. Men qilgan ishingni qara, erkak ham shunaqa qiladimi? U erkak odamning erkak emasligi u nimada bog'liq? Jinsiy a'zoga bog'liq. Jinsiy a'zosi bormi? Erkak. Yo'qmi? Demak, erkak emas, u ayol kishi bo'ladi. Lekin qilgan ishiga bog'liq, unda erkak yoki erkak emas ekanligini nima qilmaydi? U belgilab bermaydi. Lekin bizning mentalitetda qanaqa? Erkak emassan dedimi? Demak, bo'ldi, xafa bo'lishimiz kerak. Bu noadekvat bo'ladi. Hozir biz mana shu masalani ko'tardik va mana shu g'oyani o'zgartirdik ma'lum bir darajada. Demak, bizga keyinchalik kimdir erkak yoki erkak emas degan bo'lsa, biz bunga xafa bo'lmaymiz. Nimaga? Chunki bu noadekvat g'oya. Biz bu g'oyani tagida qancha qilamiz, bu qancha hissiyotlarni ko'taramiz.